Muzeyga bordim dedingiz kеше, сол жерде ayni Qaraqalpoq xalqining milliy kiyimlerin мысалы тренд түсіріп, дүния көлемде оны еледе таныту, соң музейді реклама qilib, пиар qilуға болады деп жақсы ұсыныстар айтыңыз. Сол бойынша айтсаңыз. To'g'risini aytsam, men hech qaysi davlatda, hech qaysi shaharda ko'rmaganman o'sha kiyimlar, liboslaridan odam, ayol kishini yoshini, turmushga chiqqanini, uni taqinchoqlarigacha bor ekan. Uni tarixini o'rganib, o'zimni kontent qilim kelib ketdi. Shuning uchun yoshlarga maslahat berdim. Buni dunyo tanishi kerak. Nimaga yo'q? Chunki o'zini milliyligini odam tanitish, dunyoga tanitsa, menimcha hamma boshqa dunyodagilarga qiziqarli bo'ladi. Chunki u yerda ko'ryapman, juda ham ko'p chet elliklar tashrif buyurgan. Germaniya, Fransiya, boshqa davlatlardan odam juda ham ko'p. U yerdagi muzeyni tanitaylik. U yerdagi milliy liboslikni, taqinchoqliklarni qanday bo'lgan adashmasam Qoraqalpog'istonda paranji bo'lmagan ekan. Uni bosh kiyimlar bo'lgan ekan. Men uni shaxsan o'zim bilmasdim va menga qiziq bo'ldi. Tarixi, uni milliy libosi, odamlar qanaqa ishlagan, qanaqa mehnat qilgan, o'sha yerda hamma rasmlarda tasvirlangan. Men uni ko'rib o'zim ilhomlanib, o'zimni kontent qilgim kelib ketdi. Albatta, qoraqalpoqliklar bilan birgalikda men o'zim niyat qilib ketdim. Mana shu milliy liboslikni ko'rsatib, taqinchoqlarni, ana o'shanda kontent qilish kerak. Birgalikda kontent yarataylik. Toshkentliklar, mana juda ham ko'p blogerlar bor. O'zim xudo xolasa kelaman va albatta niyat qilib ketdim birgalikda kontent ishlashni.